Etil asetat sintezi uchun etil spirtidan 21 ml kolbaga solib olib, uni ustiga sulfat kislota aralashmasidan 2,5 ml solinadi. Keyin sulfat kislota eritmasidan 2,5 ml solib olamiz. Etil spirtiga sulfat kislotani solganda qizib ketmasligi uchun suvda tutib turiladi. Tayyor aralashmamizga sirka kislota eritmasidan 20 ml qo'shib olamiz. Tayyor aralashmani asta-sekin qizdirib, etil asetat efirini ajratib olamiz. Hosil bo'lgan aralashmani 200 ml kolbaga solib, past haroratda 1,5 soatda qaytar sovutgichga ulab qaynatiladi va etil asetat ajralib chiqadi. Etil asetat 34-6 gradus Selsiyda qaynaganligi sababli tayyor bo'lgan aralashmani quyidagi haydash ustanovkasi orqali ajratib olamiz. Etil asetat sintezi moddiy balans hisob-kitobi quyidagi jadval orqali amalga oshiriladi.